Lekin ming afsuslar bo'lsinki, biza sog'lig'imizni qadrini o'zimiz juda arzon baholab qo'yamiz. Va albatta, arzon bo'lganligi u javob to'g'ri noto'g'riligi qiziq emas. Uni orqasidan qilinishi kerak bo'lgan tashxis va davo choralari natijasi qiziq emas. Birinchi o'rinda arzon narsaga uchamiz. Qarang, nima uchun uchamiz? Bu yerda ikkita sabab bo'lishi mumkin. O'sha kelayotgan bemorni moddiy ahvoli va tibbiy madaniyatsizligi ham sabab bo'lishi mumkinmi? To'ppa-to'g'ri. Nima qadrli, nima qadrsiz degan narsani oldin qo'yib olishimiz kerak-da. Birinchi va ikkinchi planda. Birinchi, ikkinchi planda. Ming afsuslar bo'lsinki, biza hozir mana Covid davridan keyin tibbiy madaniyat sal bo'lsa ham e'tibor berishni boshlashdi insonlar sog'lig'iga, dori ichish kerakligini, kerakli bo'lgan profilaktik vitaminlar borligini, qonni hachaba suyultirib yurish kerakligini, jismoniy mashqlar muhimligini va yilda bir marta bo'lsa ham doktor nazoratida bo'lib turishini sezishi, his qilishi boshladi.